Bugun odamlar shifokorga emas, balki ijtimoiy tarmoqdagi doktorlarga ishonishmoqda. Qo'shnim ichdi, tuzalib ketdi yoki Telegramdagi turli xil videolarga aldanib, dori vositalarini iste'mol qilishmoqda va o'zini o'zi davolashga harakat qilmoqda. Natijada ular hech qanday professional maslahatlarsiz turli xil dorilarni iste'mol qilib qo'yishmoqda. Buning oqibatida sog'liq yaxshilanish o'rniga aksincha yanada yomonlashmoqda. Eng qiziq joyi, odamlar shifokorga ishonmaydi, lekin ijtimoiy tarmoqdagi videolarga ishonmoqda. Chunki har bir insonning organizmi har xil. Bir odamga foyda bergan narsa boshqasiga zarar bo'lishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqda ko'plab sahifalar faqat mahsulot sotish uchun ishlamoqda. Va bu yerda yana bir muhim nuqta bor. Bugungi kunda ko'plab SMMchi, mobilograflar turli xil tibbiyot vakillari va dori vositalarini savdosini oshirish va ijtimoiy tarmoqlarda reklama qilish bilan shug'ullanmoqda. Buning natijasida esa ko'pchilik faqat puliga qiziqib, uni qanaqa filtrdan o'tkazib, uning doktor bo'lsa doktorning tajribasi yoki dori bo'lsa dorini o'zi iste'mol qilib ko'rmasdan uni ommaga olib chiqmoqda. Natijada esa bundan ko'plab keksalar va bolalar zarar ko'rmoqda. Shuning uchun agar siz bu soha vakili bo'lsangiz, tibbiyot xodimlari yoki turli xil dori vositalari, batlar bilan ishlashdan oldin uni chuqur filtrdan o'tkazing va ularning tajribasi yoki uning sertifikati haqida to'liqroq ma'lumot olib, keyin uni ommaga olib chiqishni maslahat beraman.